Shunaqa chiroyli, fayzli, tayyor kirib yashaydigan uchastkani obzor qilishga keldik o'rtoq. 308 sotiq ekan. Bu yog'imizda esa hovli, ziloniy zonasi ham bor ekan. To'rida esa letniy kuxnyasi va parkovka ikkita mashinaga joyi bor ekan. Endi ketib ichini ko'ramiz. Uy ichiga kirib kelganimizda esa hol gostivoyimiz kutib olar ekan. Uyimiz naqd etaj plus podvali ham bor ekan. Chap tomonimizda esa kuxnya joylashgan. Koridordan esa to'riga yurganimizda, to'rimizda zal kutib oladi. Endi esa chap tomonimizda esa sanuzel joylashgan, совмещенный va spalniy xonamiz ham bor ekan. Ikkinchi etajga chiqqanimizda esa chap tomonida birinchi spalniy joylashgan. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. To'rida esa zal yoki xohlasangiz spalniy qolishi mumkin. Katta keng xonamiz ekan. Endi esa 3-spalniyimizni o'zini sanuzeli ham bor ekan. Manzilimiz esa Yunusobod 3 qahramon hamma biladi. O'shadan 3 kilometr naqd yurganimizda Parvoz mahallada joylashgan. Narxi esa 195 ming egalari so'rayaptilar. Ozgina kelishadigan joyi ham bor ekan. Kaliti esa bir kunda beriladi. Ulgurib qol.